O'zlarini xabari yo'q. Bozorlar bilan tezroq kelyapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Allohu akbar. Tog'ajon, biz aytgan narsa bo'lmadi. Lekin bo'lmasa ham tog'a aytadiki, ehsondir deydi. Mukofoti ehsondir deydi-ku, tog'ajon. Kelinglar sizga. Mana katta rahmat sizga. Kattasi Wi-Fi, Bluetooth hamma narsa ko'riladi. 45 talik yaxshisini olib keldi tog'ajonim. Bu televizor bizning nomimizdan emas. Bu like bosgan yurtdoshlarimiz xalq nomidan bu. ehson qildilar, mana sizga olib kelib topshiryapmiz. Yana o'sha gap, Xudo xolasa, xalqimiz, yurtdoshlarimiz bir kun ichida shu videomiz 200 ming like yig'sa, lavz qilgan shu jugulim bor-ku, sizga hadaka qilaman. Xalq nomidan hadaka qilaman. Uning uchun xalqimiz bitta like bosib, kommentariy yozib qo'ysalang bo'ldi. Hozir mashina pulini beraman. Xohlasangiz mashina olib beraman sizga. Farqi yo'q. Otajon, bu dunyoda katta moshinalaringiz ham, qurgan qasringiz ham, uyingiz ham hech narsani narigi dunyoga olib keta olmasak. Olib ketib bo'lmaydi. Faqatgina qilgan yaxshiligingiz, ehsoningizgina u dunyoga siz bilan birga ketadi. Inshaalloh shu otamni ham bitta moshinlik qilamiz. Nima dedilar? Shu videomizni ham Xudo xolasa bir kun ichiga 200 ming like bo'lsa, usti bosh sizni men yana kiyintiraman onajonim. Joningiz sog' bo'lsin. Bu qo'yaman. Endi mana shu soatgacha shuncha bo'lsa, bitta mashina sizga. Eshik tagida bitta mashina ko'rasiz. Xudo xolasa.